hurmatli No'qat Qoji Motor kanali qatnashchilari, bugungi 3-may 2025-yil biz No'qat va No'qat ayrining Saxoba Esoli bog'iga keldik. Shu yerdan ma'lumot olib, bizdan olsoy, like bosib, kommentariya yozganlar, hurmatlilar. Odam soni ozgina oz. Chayxonalar ko'rsatadi, qanchalar ochiqlar, qanchalar yo'qlar. Bizdan olsoy, like bosib, kommentariya yozganlar ketdik. Şu bilan birga bizga deb shu No'qat shahrida kompaniya banka trener turibmiz. Baranlar shu yerdan pul almashsanlar bo'ladi, viza karta olsanlar bo'ladi. Doimo sizlarning xizmatingizda kompaniyam bor. Xizmatdan janob No'qat Qoji Motor kanalidan trener turibmiz. Baranlar mana ko'rishib o'tirganlar. Xudoy buyursa, Xudo xohlasa 9-may kuni ko'rishib qolish mumkin. Shu yerda odamlar o'ynab yotishadi. Yo'qda çayxona to'liq çayxona bor. Bu yoqda sotuvchilar. Qarangizlar buni. Magazinlar to'ltirib sodaqonlar. No'qatga qanday bilin serin odamlar kelib turadi. Bilin serin odamlar kelib turadi. Bu yerda molojdan qanot bor ekan. Bu yerda o'yin bor ekan, bu yer bak odam yo'q. Odamga sochadi qaranglar. Aylanadi. Hurmatli biz keldik, mana shu Saxoba çayxonasi ekan. Shu yerda mesalar bor ekan, kirib ko'ramiz hozir. Qaranglar, boshda oldi. Bismillah deb kirib o'tamiz. Mesalar 10 ta ser bor ekan, odamlar o'tirgan. Odamlar o'tirgan baylash tortmaymiz. 10 ta serisi bor o'xshaydi. Bir kilo oshi 2000 ga putur beradi ekan, bor joy ichida ekan. Mes chayi bekar ekan. Soat 8dan butun soat 12gacha ishlaydi ekan. Kelib yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Mana boqqa kirganingizda Saxoba Esoli bog'i jamda nimalar ham bor ekan. Qasoy ham bor ekan. Hozir qasoyni ham ko'rsatamiz. Mol go'shti 600 so'mdan, qo'y go'shti 650 ekan. Yurishlar ham bor ekan. Kelib bemalol kelaverasizlar. Kelib olib kelsangiz bo'ladi ekan. Qarangizlar. Mana darvozadan No'qat joqdan kirib ketgan sol joqda ko'rasiz chayxonaga. 24 soat sayin nima qiladi? No'qat Qoji Motor kanalidan kelib kelsangiz isitma qilib beradi. Mislari bor hozir. Mislarda odam bor ekan, shu qarshi tortmadim. Baranzorga o'z motidan janob No'qat Qoji Motor kanalidan tilsomasiz qolam. Bugungi ishimiz No'qat No'qat oilako't Saxoba Esoli bog'ida bo'ldi. Shu yerda reportaj bitam. Tinch o'zlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Odam soni ozgina oz.